Yurtimizda adolatni ta'minlash, jinoyat ishlarini xolis va tezkor hal etilishida sud ekspertiza muassasalarining o'rni beqiyosdir. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan yangilanishlar sohaning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbarining sud ekspertlik faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha qabul qilingan qaror esa bu jarayonni yangi bosqichga olib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Hadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining Andijon viloyati bo'limida joriy yilning 9 oyi davomida 1921 ta material bo'yicha ekspertiza o'tkazish uchun murojaat kelib tushgan. Shundan 1793 ta ekspertiza xulosalari va mutaxassis fikrlari tayyorlanib, belgilangan muddatlarda vakolatli organlarga taqdim etilgan. Tadqiqotlar jarayonida 16064 ta obyekt o'rganilib, 2555 ta savollarga aniq va ilmiy asoslangan javoblar berildi. Bu esa tergov jarayonlarining samaradorligini oshirishga va jinoyat ishlarini tezkor yechim topishiga xizmat qildi. Bo'lim faoliyatida nafaqat tadqiqotlar, balki profilaktika ishlariga ham katta e'tibor qaratilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari uchun sud ekspertizasida zarur bo'lgan obyektlarni yig'ish va taqdim etish usullari, e-ekspertiza tizimining afzalliklari mavzularida o'quv seminarlari tashkil etildi. Shuningdek, aholining huquqiy ongini oshirish, sud ekspertizasining yangi imkoniyatlari bilan tanishtirish maqsadida joylarda 38 marotaba targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Sud ekspertlik sohasidagi bunday faoliyat nafaqat jinoyat ishlarini aniqlashda, balki fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir ekspertizada aniqlik, xolislik va tezkorlik asosiy mezon hisoblanadi. Joriy yilning 8-sentyabr kuni qabul qilingan Prezidentning sud ekspertlik faoliyatini yanada takomillashtirish va sohaga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohani yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan. Hadicha Sulaymonova nomidagi markazning Andijon viloyati bo'limi faoliyatida ilmiylik, xolislik va tezkorlik ustuvor yo'nalish bo'lib qolmoqda. Sohadagi zamonaviy yangilanishlar, raqamli tizimlar va inson omilining mehnati adolatni ta'minlash yo'lida muhim qadam hisoblanadi.